Yaponiyada ziyarati bo'layotgan Si Tinturuq va hamrohligidagi hay'atlar Yaponiya parlamentini ziyorat qildi. Muhim shaxslar bilan elib berilgan uchrashuvlarda Sharqi Turkiston Majlis hay'ati Sharqi Turkistondagi 35 million xalq duch kelayotgan nassiz lagerlarda battar kishilik huquq dafsandichiliklarni tanishtirdi. 10 dekabr Dünya Kishilik Huquq kuni munosabati bilan turli faoliyatlar o'tkazilgan Amerikada Sharqi Turkiston masalasi kun tartibga keldi. Xitoyning atalmış tarbiyalash markazi nomi ostida qurilgan jazo lagerlari xalqaro kun tartibda bo'layotgan bu kunlarda Amerika hukumati tomonidan e'lon qilgan bayonotda Sharqi Turkistondagi jazo lagerlariga qamalgan millionlab Uyg'urlarning qo'yib berilishi, diniy faoliyatlarga cheklama qo'yilmasligi va bostirishlarni oxirlash uchun xalqaroning harakatga o'tishining muhimligi ta'kidlandi. Kanadalik sobiq bir diplomatning Xitoyda qo'lga olinganligi bildirildi. 2017 yıldan buyon Sharqiy Shimoliy Osiyo maslahatchisi bo'lgan Kanadalik sobiq diplomat Michael Kourikning Xitoyda qo'lga olinganligi oshkorlandi. Bu voqeaning Xitoy Huawei shirkatining bosh moliya amaldori Mang Wanjunning Amerikaning Eronga qaratgan embargosiga xiloflik qilganligi sababli Amerikaning talabi bilan Kanadada qo'lga olinishiga qarta elib berilgan 3 yillik harakati ekanligi aytilmoqda. Amerika'nın BDT'deki daimi vekili Nikki Haley, Amerika Pakistan'a özünü tartibga salgıcha $1 mı vermesi gerek. Ularga pul berishdan burun armiyangizga va terrorlik bilan kurash qilishingizga yordam qilishimiz uchun Mao taraflarni tuzdan deyishimiz lozim dedi. Fransiyada boshlangan seriq chirkliklar namoyishining orqasidan Gollandiyada oshqin o'ngchilar tarafidan qo'lga tushirilganligi bahonasi bilan namoyishchilar qizil chirkliklar harakati boshladi. Ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan bayonotda yakshanba kuni Utrecht shahrida hukumatga qarshi faoliyat olib berilganligi uqtirildi.